Yotdim. Busy değilmi? Hepsi yemeyen sırada yedim. Uruvinga keladi-ku. Sопротивление kelganda ma'nisi A bo'lar ekan, ikkinchisi B bo'lar ekan, uchinchisi C bo'lar ekan. Birinchisi kelib qaytishi 100% ishlar ekan. Ura olasan? To'g'ri urgan. Daftarimni ochib oling. Yaxshi. Tak, tamam. Tizib yozib ko'rsa qo'ying. Necha kishi o'tiribdi o'zi? Qolganlar yo'qmi? Hozircha 5 kishimiz. Ha, yozilyaptimi? Ha, yozilayotgan ekan. Bu uruvinga keladi-ku, uruvinni yorib o'tgandan keyin qaytib retest ekanda bu o'zi asosan. Choch bo'lgan holatidan keyingi qaytib kelishda shundaymi? Shu asosan shu trend yaxshi chiroyli trend tushayotganlarda ishlaydigan narsa ekan. A bo'lar ekan, B urilar ekan, C urilishi mumkin ekan, D gacha urilishi mumkin ekan. 100% ishlaydigani A ekan. Birinchi urilganda qaytar ekan. Ikkinchisi B ko'p holatlarda mana A dan pastroqga mana order bloki bo'lishi mumkin ekan. Mana bitta imbalansi bo'lishi mumkin. Bundan bo'lishi mumkin ekan. C'si ko'p holatda manipulyatsiya bo'lib, mana A'ni mana tepadagi likvidlarni olar ekan ko'p holatlarda. Disi bo'lsa mana shu disi kamdan kam bo'lar ekan. O'zi A'ni o'zini kutinglar bo'ldi deyapti, shogirdlar ham. Mana B, C deylar, ana bo'lmaydi deydi. Xo'p, A 100% ishlar ekan, B esa 50-50 qaytishi mumkin ekan, yorib o'tkazishi mumkin ekan. C esa ham 70% ishlar ekan. D esa ham 50-50 ekan. Bu nima endi bu? Qachon ishlaydi? Qayerda topamiz? Bu asosan buni anaqasi yordamchi qarshilikni 05-06-18 zonalarga Fibonacci tortganimiz zaman keladi-ku, anaqasi mana shu uruvinga to'g'ri kelib qolsa, breaker blok bo'lsa, mana bu yerda yorib o'tganda breaker blok deyiladi. Impuls bilan yorganda o'sha liniyaga, o'sha сопротивление qaytganda-da, qarshi trend liniyaga to'g'ri kelib qolsa, mana trend pastga tushayotgan bo'lsa, misol uchun, bu aylanib, endi bittada mana bunaqa bitta switchda kelgan emas-da, bu aylanib qaytib chiqib, mana kelganda, mana shu trend liniyalarga kelib qolsa, misol uchun mana A'si mana shularga yoki C'lar kelganda zo'r ishlab berar ekan. Endi ko'p men bu narsaga unaqa ishonmadim. Ko'p stop ham yeb qo'yadigan joyiz bor, deyapti buni.
qanaqa stopimiz misol uchun kelyapti va C'sida misol uchun yoki mana bunda E'da keldi misol uchun mana bu yerda A bo'lyapti deb misol uchun selga ochasizlar deydi. Bunda chiqib ketib qoladi deydi. Bu chiqib ketgandan keyin mana buni anaqani yordi deb o'ylaymiz deydi. Сопротивление yordi bu anaqa o'zgargan trendga deydi. Bu qaytib kelganda mana bu yerda long ochiladi deydi. Сопротивление yordi, qarshilik bo'ldi, long ochiladi уже. Long ochiladi deydi, pastga tushib ketib qoladi deydi. Bu nima kerak endi bu qachon ishlab beradi bu asosan mana bu trend liniyadagi kelganda qarshilik oddiy unaqa сложный narsa emas bu unaqa ABCD strategiya deydigan narsa emas ekan. Misol uchun по-любому o'zi klassическийda kelib retest qiladi-ku. Просто esi 100% ishlaydigani buni ham qatdan qatgacha misol uchun olib misol uchun anaqada kesadi misol uchun kiritsa qatgacha chiqiladi desa xuddi o'sha anaqani bo'yicha trendda mana Fibonacci tortardi-ku. Fibonacci tortib misol uchun minimumdan maksimumga tortardi. Korreksiyasi mana 0.618 kutiladi. Buni ham qo'yilgan. Misol uchun mana 0.618 kutib keyin buni chiqargan joyingiz naborot deydi. Turib take profit mana garant mana bitgacha birinchi prognoz mana xuddi shu trend liniya anaqasi ekanda. Bu bizga nima beradi bu? Endi menimcha buni anaqasini oladiganimiz misol uchun mana AB'sini olish kerak. Agar 2 marta 3 marta qaytib kelaversa mana shu ABCDni qo'llab ko'rish kerak ekan. A'si 100% birinchi qaytadi deyapti, B'si E'dan pastroq bo'ladi. Mana anaqa kelganda mana shu order blok yoki imbalansidan qaytib ketadi B deyapti. C'si 3-marta kelganda mana buni likvidlarni olib qaytadi deydi ko'pincha deydi. D'si 50-50. Bu ham yorpam o'tkazish mumkin deyapti. Mana B'si ham o'zi 50-50. Mandan qaytmasa bu yorpam tepaga chiqib ketadi deydi. Bu deyapti ishlamaydigan holatlar asosan mana razворотlarga kelib qoladi-ku, сопротивление pastga qarshilik urovlar bo'ladi-ku, misol uchun. O'sha yerlarda ishlamay qoladi ko'pincha. Atak tushayotgan trend, misol uchun mamlakat qilib tushayotgan trendlarda bu yaxshilik. Sapportga kelib qolsa уже bu yerda уже разворотный narsa bo'lib qoladi-ku, model bu yerda W anaqalar bo'lib yorib chiqib ketadi. Bu yerda ishlamaydi. Bu asosan trend pastga tushib kelayotgan joylarda o'shalarda kuzatiladi. Keyin grafik ochib o'tirdi, tikkalab zo'roq chiroyli chizib bergandan keyin narsa topolmadi hech kim. O'zing topib berdi-su, masalaga ishlamaydigan holatlarni topib beraman. Ishlamaydigan holatlarni topib berdi. Kulduki. Yana shu strategiyami. O'zi darsam bo'lmadi, kecha ham shuni 10 minut tushuntirdi, 15 minut. Mashinaga bo'ladi. Tushuntirdi. Chiqib ketay. Olaman. Nima deysiz? Yetim svecha. Yo, ular hali o'tmadi. Endi shu yetim svecha bilan ko'yan patron qoldi, menimcha darsi boshqa yo'q. Buni bir gapirish kerak-da, Donor aka. Bir jonliroq narsa o'rgat, bir foyda qiladigan narsa deb aytish kerak. Ya, o'zi hozir mana anaqasi live qotdi-ku, ko'ryapsizlarmi? Telegramda tashlayapti analizlarni. Analizlari o'zi kirayotgani faqat kuzatinglar, qayerda kiryapti, nima qilyapti. Mana shu boshida o'tilgan 5 ta dars bor-ku, 5 ta. Faqat shu trend liniya, mana bunaqa support, mana bunaqa candlestick bo'ldi, mashlar bilan kiryapti. Razворот kutyapti. Misol uchun mana bunda W qildi, Fibonacci tortyapti, mana anaqasini
qarshiligidan yorgani qadar svechadan Fibonacci tortyapti. Kirib, manplay kelsa, razgon qilib tashyapti. Bosib bo'ldi. Ya u yana nimandir biladi, просто hech kimga aytmaydimi deymanda. Yo, unaqa Unchalik- Ketadigan narsasi. Unaqa bekityotgan narsasi yo'q. O'zi misol uchun ochib mana любой bitta analizini ko'ringlar, qayerda nimaga asoslanib kiryapti. Fibonacci tortib ko'rsa, korreksiyasi, trendni anaqasi korreksiyasi 2-3 ta anaqa olyapti-da, u yerda. Razgonlarni Donor aka bitta kuzatimda 5 minutlik ana trend liniyani buzgan ularga ishlaganmi? 5 minutlikda ishlayapti faqat. 5 minutlikka trend liniyani buzgan ularga ko'rganda, kirganda. Ha, mana 5 minutlikda bundoq tushib kelyapti-da, mana shu yerda bundoq anaqa qilib W anaqa qilmash trend liniyadan chiqqandan keyin уже bosyapti. Qarashani ko'raylik. Mana oxirgi ham qarasangiz 0.5 zona Hozir. imbalans deb tayinlagan-ku. Ana Hozir. shunda Bitta ko'ringlar hozir qaysisinda kirgan ekan nimada. order blokdan bosib tashlaganda. Hozir ko'rpasqan o'zi. Bugun imbalans teorim 0.5 zonadan kirgan ekan. O'shanda Pashti order blokni o'zidan olgan hammasini. Qarang. Mana bugun Imminent euro kattan olgan ekan-da. Ha. Bugungi o'shami? Ha. Grafik ochinglar. Order blokni bosib tashlagan. Hozir ko'ramiz. To'g'ri, order blokdan bo'ladi. Order blokdan bosib tashlagan. Unda oldingilariga ham qaragan vaqtim, unda ham o'sha order bloklardan nimalardan bosib tashlagan. Men grafikim qani. Nimada kirib ko'rsanglar, bu qaysi ekan? $500 dan $2000 qilingan nima borku? Shuni kim qildi dedi? Yarmonov Og'abek dedimi? Shunaqa o'quvchisi bormi? Boshqa anaqa. 3 ta gruppa bor-da hozir bunda. 3 ta gruppa bor. O'shanda ham qarasangiz, u order bloklardan nimani bosganda, keyin o'shanda qayta o'sib chiqib ketib qolgan. Tak, 1.49 tak nechida kirgan ekan? 1.49.31. 1.49.31. 1.49. Tak liniya tashkilomasi ketdi. Anavi nima ham? Avgust oyida o'qigan qirg'izistonlik edi-ku. O'sha ham razgoni order blokdan qilganda. Chunki order blok qanday narsa? Точный joyda, aynan qaytish joyida, kichkinagina nima? Stop loss ham kichkina bo'ladi, lekin o'sha joydan qaytishi aniq-da. Masalan, trend liniyada ishonch yo'q. Qayerda nima, qachon nima bo'lishini, qaytish точка joyi yo'q. Tak 15-25. 15-25. Qizil polni tushgan. Menda boshqacha ochyaptim. Eurocat. Pasport. Ya to'g'ri ochyapti. Qani mana qasini. Second entry.
Tak, mana bitta kirgan ekan Amazonga. Yevrokat 8,5 da tushgan ekanda. Mana bitta kirgan ekan. Mana bu joylarda kirgan ekan. Yo'q, mana bitta kirgan. Ha. Mana shu zonalarda kirganda. Tak, mana 5 minutlik tushib kelgan. Eng pastda bitta order blokcha bor ekan. Nima bo'lib qolgan-ku? Uchgan yetim switchada ko'rinib qolgan. Bitta qizil bor ekan, qolgan ikkitagina doji bo'lgan. Chaproq yuring, qo'lingiz to'g'ri. Mana. Chapda. Mana. Ha. Shuni? Flatcha yurib qolgan-ku, 3 ta switchga qarang. Mana aytasan. Shuni? Bu order flow o'sha poy qiziqish zonasi deydi-da, mana shu. Bu rovno 05 zona to'g'ri kelib qolgan joylar bor-ku, 3 ta switchga qarang. Mana ko'rinyaptimi? Ha, ana shu. Mana shuni polni soyalari bilan bitta neni qilib tortsangiz, mana shundan reaksiya olib ketganda. Bu yetim switch emasda endi, chunki polni bo'yicha u likvidini olmaslik kerak edi-ku. Lekin bu SMCda o'sha poy zonasi deydi-da. SMCda poy zona deydi. Ko'p nimalarda ham ana shulardan reaksiya olib ketadi. Hop, mana shuni belgilab olgan deydi-ku, mana. Rosti SMCda yaxshi o'qitgan ekanda, men o'zim olmagan ekanman. Hop, men kelib mana switchni analiz qildi deydi. Men paklashini qildi. To'g'rimi? Switchni o'zida. O'rayotgan. Ha. Shunday. Bundan bitta mana shu razmon qiladigan joy, mana shu yerda o'zi bosadigan joy buni. O'zi aytmoqman-ku, mana shu boshida o'zi 5 ta dars muhim dedi-ku bizga boshida. Mana shu 5 ta dars yaxshilab o'rganinglar. O'zimda men kirayotganlarni ham ko'pin qarayman, o'zi 5 minutlikda faqat shu razgon. Razgonda ham o'xshasa o'xshayapti, o'xshamasa o'xshamayapti. Yo'nda. Qilishga pul bor-da, o'shancha. Men ana kuni 1200 dollardan ikkita shot yo'qotdi. Ertasi kuni 23 ming olib chiqib ketdi. Bo'ldi, u nima degani? Ani 2000 yo'qotganni 11 orq tikilyapti. 23 mingni nima qiladi? Yana 1000 dollardan qilib 20 ta shot qilsa ham yana ishlayveradi-da. 20 tadan 5 tasi o'xshab bersa ham 20 mingni olib chiqqanda ham necha bo'lib ketadi. Men ana shu narsaga tushunmayapman-da. U o'zi broker bilan shartnoma qilib, u kreditni plichoni juda katta nima qilib olganda. Yo'q. Just forex ishlayapti. Yo'q, xo'p, o'sha bilan shartnoma qilib, o'sha plichoni o'zi kattaroq qo'ygan yo'qmiz, katta lot ochish uchun. Nima qilib olgan, so'rab olgan. Ataklekin bu summalar bilan uncha biz ochishimiz problema-da. Nega? Misol mana 1000 dollar deyapsiz, 20 ming olib chiqib ketdi deyapsiz bitta nima qilishda, to'g'rimi? Xo'p, necha punkt yurib bergan, u qancha katta lot ochish kerak, shunisi ham bor-da, muhim. Misol 10 lotlar bilan ochdi, ana boy tashaganda birinchisi qaysi biridir 10 lot edi. Ana kuni o'sha ana qo'zda ham 10 lot qo'yish kerak, adashmasam. Mana bunda ham birinchisi 10 lot ochgan. Out Undan tashqari ham yana nimalar ochib tayyorlagan-da, adashmasam. Mana gruppasiga tashganda out chfdan 10 lot ochgan ekan. Qolganlariga 02 ochgan. Nima ekan bu qaysi? Mana bu ekan, uni ko'rsatmagan ekan broker. Boshqa anaqasini ko'ringlar. Boshqa analizlarni ko'ringlar. Mana bu out chfni ham ko'rsatib bergan ekan, mana Fibonacci 0.5 zonaga kelyapti. Fibonacci 0.5 dan tortgan ekan.
Tak. Outchita. $500 bir lot ochadi. Tinta bo'lish kerak edi. Outchita H1 hozir bunday taylam, grupga taylam. O'sha oldi. Ha, 0,12 10 lot undan tashqari qarang, o'sha vaqtni o'zida, время o'zida yana 3ta bir lotli ochgan. Keyin kichkina общий hisobda 13.8 nima ochgan. 13 lotu 80 sentli lot ochgan. Juda katta. Ha, qaranglar, mana bu ham o'zi qarshilik zona bor ekan. To'g'rimi? Ha. Qarshilik zona bor. Trend ketdi, yordi. Tushib retestiga. Fibonacci bo'yicha ровно 0,5 0,618 2 to'g'ri? Keldi. Nima qilyapti? Reaksiya bildiryapti o'zi. Qaytoqchi. Bu yerda bitta buni o'zidan emasda, mana bunaqasiga ham trend tortyapti bu. Tortib tushyapti bu yoqdan ham. Tortmanda tortib tushyapti. Bo'ldi, yordi, kirib oldi bosib. Qani hozir depozitdan qatdan kirgan. Tak, mandan boshlab kirgan ekan. Mana men oxirgi maksimum manmi-ku. Mana menga Nickline tuzoladi maksimumga. Yordi. O'zi qoidasida qanaqa edi Nickline nazorat qilgandan keyin? Bu W deydi endi. Nickline yorib yopirdi mana bu yerda, to'g'rimi? Maksimum. Bundan karamni qo'shib suv-ichadi. Bundan o'zi qoidasida qanaqa edi? Men birinchi anaqadan maksimum minimumga tortardi. Bu yerda qanaqa kirish, nechta tochkada kirardi o'zi qoidasidan? Majburiy kirish bir. Ikkinchisi retest Nickline, to'g'rimi? Shunday to'g'ri. Uchinchisi 0618 05 imbalans order bloki oxirgisi. Super. Bosganda bu. O'z darsi o'zim qatdan kirgan ekan hozir 1 minut. $57,931 bu vashi Nickline usti. 57,931. 931. Bu darsim o'zi mandan boshlab kirgan ekan. Mandan boshlab kirgan. Switchni analiziga kirgan ekan. Switchni demak mandan boshlagan ekan. Fibonacci'ni men taklashini qilganda mandan tortgan. Mana başdan boshlab kirish boshlagan ekan. Taklashini qildi, keyingisiga yopdi, bo'ldi, bosgan. O'xshasa maza qildi. O'xshamasa yo'qotdi, bo'ldi. Bitti. O'tgan temozni qaranglar. O'tgan temoz birinchisi nima? Switchnoy. Ikkinchisi trendlina. Trendlina nima? Misol uchun tushganlar ketdi, o'zgardi, ketdi. Shuni kutyapti. Fibonacci tortyapti. 05 06 18 kutyapti. Minimumda yanada. Minimumda maksimum keldi 0 zona. Manti qarshilik zonani tuzyapti. Сопротивление mandan qaytgan. Mandan qaytgan. 1 2 3 4 5 marta yoryapti. Bab kelib retest qildi. Ana başta ABCD'si bormi yo'qmi? A B C D. Xullas, men segan strategiyasi nima endi ABCD'si? Shuna strategiya. Foydasi yo'q ekan. Ha, unasan foydasi yo'q. Asosiysi mana 5 ta mashinasida, mana trendlini, mana qarshilik zonalar,
kelyapti, razворотini kutyapti, mana bu yerda 5 minutlik trend liniyasini kesyapti, yoryapti. Yoki mana bu yerda switchni analiz qilsa taxminan kirib ketyapti. Bo'ldi. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshadi. Mana shu 2-3 ta tasdiq olyapti deb bo'ldi kirib ketyapti. Na. Yo, aytishdi u. Razgonni qilayotgan vaqtim 7 ta tasdiq olaman deyishdi. Kim? 7 ta tasdiq qanaqa bo'lishi mumkin? Rost o'zini og'zidan chiqqan gapda o'zini. Endi qiyinlashtirib kursga qiziqtirgan ekanda. Bo'lishi mumkin. Qiziqtirganmi shunaqa? Keyingi hafta menga restoranga olib borish kerak, bir o'tirib yana suhbatini olaman. Hali olib bormadimi? Ya boy o'zi vaqti bo'lmayapti, o'zi yo'q odam. Maniki o'qityapti, ketyapti. Boy, okey, qachon vaqtingiz bor? Restoranga bordingizmi? Любой mahal. Keyingi haftani bir juft kunlariga obedlarga anaqa qilaylik-da. Vaqtingiz yetsangiz boramiz deb ketdi. Dedim yana bir. Televizga olib chiqdik. Televiz. Muxlislar bor deyman-da, bir premyer qilamiz, gaplashamiz. Ha, shunday. Savolinglarni berib, Shunday. so'ragan narsalarni so'rab olasiz. Mana shu o'zi unaqa sложный narsa yo'q, o'zini anaqasi просто ko'ra bilish kerak, paytini shu. To'g'ri aytyapsiz. Lekin full marja bilan kirib olmaslik kerak ekan. Bitta agar Yo, mana bunaqa narsa-da, full marja demas ekanda. 70% depozit derkanda, nimaga desangiz, mana shu full marja kirasiz-ku. Full marja kirsangiz, bu bundoq past yursa, boricha kirib olsangiz, bundoq yursa yo'qlaydi-ku. 50%, 60% depozit bilan kirish kerak, чтобы mana yoqqa tushguncha ko'tarib berish kerak sizni. Keyin mana o'sha siz tomonga yurishni boshlagandan keyin qo'shaverasiz. Keyin bunda full marja kirayotganda mana shu birinchi kirganingiz bor-ku, mana boshida pastroq qancha, masalan, Fibonacci tortib mana shu 0.5 zonadan kattaroq lot bilan kirish kerak-da, misol uchun. Biz 0.01 bilan misol uchun kirsa, bu yerda 0.05 bilan kirish kerak taxminan. Keyin tepadilar 0.01 qilib ketirish kerak. Mantiqga bir xilda bundoq ko'tarilgan sari katta lot tashlaydi, misol uchun mana yoqda 0.01 dan kirib tepa oladi, shu 0.5 ni olib qo'shib tasdi yoki 0.10 tasdi. Mana bu yerda misol uchun $50 olib chiqqan bo'lsangiz, mana bu 0.10 misol uchun bitta bozor qaytib qolsa, mana pastdan chiqqan foydangizni mana 0.10 o'zi yeb qo'yadi. Pastda birinchisini kattaroq ochib, qolganini kichikaytirib 0.01 qilib tashish kerak. O'zi tinchgina 0.01 misol uchun biz katta summa bilan ishlamaymiz-ku. Boshida shu o'rganib ko'zi anaqa 0.01 bilan tashlash. Tamam, keldi yana tepaga ketdi. Başka bir tane taraftarı böyle ama ben tamam ben de boss ikimden boss istiyorum. Keyin bunda o'sha Killzone'da bugün endi lag bo'lib qoldi, bordi praktikada o'tirib qaytib kelib bozor yo'q ekan bu Amerika. O'sha Amerika sessiyasiga mana shu momentda London tugab Amerika ochilgan paytda o'zi qolayotganda o'zi ko'proq. Shu paytda ko'p zo'rlanmagan impulslar Amerikada boshlanadi. Qolgan parametrlar tillarida o'zi ko'proq ishlatiladi.
ishlagan joyini qarang, motor soatli bo'lsa, o'zi vashi bittadan svechani ichida ekan, 34 soatli. Mana shu order bloklar masalasi. Davno o'qiganda SMC'da unda take profit'i juda uzoqqa qo'yilyapti. Aytgan joyimni nima reaksiya olishdi, o'sha stop loss o'tib ketishdi. Aytgan joyimni reaksiya olib stop loss. Gap yo'q. O'xshatdimi? Tinmaymizda. Hozirlik yaxshi o'xshatdi. Men endi nima qilmayapman-da, zerk ochmayapman-da. Nima qilib qo'ygandim. Просто analizdan qilib qo'ygandim. Lekin yaxshi istoriyada ham, real nimada ham zo'r. Lazaga ishlamayapsizmi nima qilib? Mana 4 soatlikni ham qaranglar, mana shunda. Xuddi hozirgi holatga o'xshaydi, ko'rasizlar? Ha. Kelyapti, undan qaytib, yorib, yana retest qilib ketdi. Qaytyapti, mana общий anaqaga Fibonacci tortsa ham 05-06-18 zonada anaqada kelyapti. Shu yerda yurgan. Razgon qiladigan paytlarda mashqlarda ham o'xshasa, hamma joyda kirib olsa bormi razgonga uchida. Haqiqatan. Bu hozir mamini ichida ishladi, mana mamni o'zida ishlagan. Mana shu kichkina svechani ichida endi mamlaqa joyda razgon uchib olsa, endi vash Instagramdan portlatib yuboradi unda endi. Mamlaqa joyda ushab qolib, mamlarga tushib tursa, qanaqa pul bo'lib ketadi endi. Yoki keyingi ushab olsa mamlaqa joyda. Qancha tushib tursa. Nima, anaqasini o'lchisi qancha bo'ladi? Bu 65 punktmi? Qan? 65 ekan. Ha, 65. Namcha kammi? Endi valyuta paralarda shunaqa kichkinada. O'zini ichib olgan ekan, hozir to'xtaylik, ko'raylik. Tak, bir lotlar bilan qancha ishlaganini bilsa bo'ladi. Bir lotlar bilan kirgan ekan. Birinchisiga 10 ochgan ekan, 10 da mana shu kichkina yurganning o'zida 1000 so'm ishlayapti, $1063. Ha, bir lotlari 105, 21. Bir lotlari 105 bo'lsa 10 punkt bo'ladi. Hozir bizarnikida necha punkt yo'q. Ha, 10 lot bilan kirgan bo'lsa, bu yerda $600, ana 10 loti bir 6000 bo'lib ketar ekan. Ha, shunday. Bu ham shu 10 punkt, 20 punkt uchun ishlaydimi? Mamlaqada shunaqa bo'lsa kerak. Shunda tortsa necha ekan? 0786 zona, kuchli zona. 0786 da order blok imbalansidan qidirasizlar. Ha, bu nima bor? Bu yerda order blok mumkin. Kulliga qo'yinglar uchun. Men bu order blok. Ha, kullida mana imbalans ekan. O'zi shunaqa nima borda? Fibonacci bor. O'shani ham darsini tashlab qo'yaman. OTF bor deydi. Gold zonali. Ayni o'sha mana bu 0786 zonada emasda. 0.75 bo'ladi gold zonasi. 0.75. Bor edi, menda ham adashmasam bir qo'yganmidim shuni. Именно o'sha nima bo'lishdi. Gold zona bo'lishdi, o'sha joydan reaksiya olib qaytishdi. Agar order bloklar bo'lmasa, aynan o'sha Fibonacci avtomatik nimani order blokni aniqlab berishi o'sha joyda. Order blok o'sha shaklda. Hozir
nima ekan? Tak, bu emas. Bo'ladi. O'zgarmayapti. Buni mana YouTube'da ko'rib o'shani anaqa qilib qo'ygandim-da. Mana 0.70 bilan nechidir 79 zonam, nechidir zona. Mana shu 7 zonada, to'g'rimi? 0.75 bilan 0.79 zona. 0.79 mi shunaqa edi, to'g'ri. Xullas. 75 bilan 79 zona. Shunaqada. Imbalansidan olgan. ABCD strategiyasi xullas bir tenga qimmat strategiya ekan. Bilmayman, menga anaqa. Ham 0.5 dan reaks olyapti kulliyda. Kelyapti 0.5 dan bitta aniq sveji qildim, sel. Kutib oladigan zona o'zi, mana misol uchun mana qarshilik zona. To'g'rimi? Shunday. Nima bor yana? 0.5 ga keldi trendga. Qarshilik zona 2 kutiladi. Yorib o'tadimi, yo'qmi? Chiqdi, qaytib kirib oldi, yopildi mana shu. Taglashini qildi. Mana shuni o'zidan ham switchni yoqsa ham kiryapmiz. Mana garantiyasiz kelyapti. Keyingisi anunga ham kelyapti, prognozga ham. Necha olamiz? 131 punktmi? Ishlaydi hamma anaqasi. Prosta to'g'ri qo'llash kerak bo'ldi. O'sha narsani ko'rish kerak. Bu sложный narsa yo'q, faqat mana shu trendlikni yoryapti. Ana modellar, razворотный modellar o'sha o'tdi-ku hammasini. W qanaqa yasayapti yoki trendda bo'lsa qanaqadir anaqa yasayapti, switchlar pattern yasayapti, chiqdi kiryapti. Patternni yoryapti yoki razворотga kelib buzilyapti, trend yorib chiqyapti, switchni analiz bo'ldi. Boshqa narsa, boshqa ortiqcha narsa yo'q. Yana qaysi bitta любой kanal anaqasini ko'raylik, signal. Maniki bor edi, mana shu SMCdan nima qildim? Smart Capital degan. Mustashlayman. Tashab qo'ydim. Bu ham только shu order block nimalar bilan ishlaydi. Imbalance order block. Smart Capital bu zo'r ishlayapti bu bola. Bu ham SMCda. Mana shu xuddi bu qanday hozir ishlayotgan bo'lsa, xuddi shu narsani men o'qiganman-da, o'sha Toshkentga borgan. Prosta unda nimani take profitdan juda uzoqqa qo'yilishini aytganda, qo'yganda men o'sha ishlayman, order bloklarni nima qilib qo'yib take profitga qo'yaman. Aytilgan joydan reaksiya olyapti-da, lekin take profitga bormayapti. Aytilgan joydan reaksiya olyapti-da. Take profitga bormayapti. 60%, 70% shunaqa aytdi. Keyin o'ziga ham aytdim, nima ham qildim. Hech narsa ham bilmay qo'ydi, boshqa narsa ham bilmay qo'ydi. Bitta shu ularni adashmasam yashirgan siri take profit deb qo'yganman deyman. Demak, Smart Capital'dagi boryapti o'sha aytgan joyiga. Buniki boryapti. Mana shunga nima qilaman-da, baribir bunda kulchovoy joyi bu, prosta o'sha narsani bilish kerak-da. Order bloklarni to'g'ri belgilash kerak-da, baba. Yo'q, order blok to'g'ri bo'lmasa o'sha joydan reaksiya olmaydi. U prosta yana qanaqadir kulchovoy joylari bor, qayergacha borishni biladigan-da. Prosta juda ham katta narsa kutgandim.
hech nima qilolmadi baribir. Bunda ana Muslimda ham aytdi-yu, aktiv order blok qachon aktiv bo'ladi? O'zidan oldingi maksimum yengilaganda aktiv bo'ladi deydi. Ha, likvidda olib tushib ketgan bo'lsa, o'shanda Ya, misol uchun boss qilish kerak-da order blok. O'zi Smart Moneyda ham o'zi mana shunaqa aytdi, mana misol uchun trend kelyaptimi? Misol uchunda misol uchun mana bu yerda order blok aktiv. Nimagaki bu tepasini mana buni hayni yengiladi. Ha, bu o'sha nimada trend bo'yicha ishlaydi deganda u ham. Yo'q, mana misol uchun mana bu yerda order blok aktiv bundan qaytish qiyinroq. Chunki mana buni yengilamasdi, chunki hayya. Agar bu yengilab ketsa, yanda mana shundan reaksiya olishi mumkin. Bu yengilamadi degani nima degani bu? Bu degani bu pastga qarab qo'liydi degani. Hatto tushib ketishi mumkin. Cho'chib ketishi mumkin-da. Yoki tushsa ham misol uchun mana misol uchun teparoq desa, tushsa ham mana bu order blokdan reaksiya olib ketishi mumkin. Buni likvidlarni tegi deydi. Xullas, nima bu Smart Capitalda ko'rsangiz, ham bayga, ham selga ishlaydi. Nima qiladi? Ham bayga ham selga ham ishlaydi. Misol bay oladi bitta order blokda to sell zonagacha, tepada ham bitta order blok bo'ladi. O'shandan sell beradi. Tepadan ham pastdan ham farqi yo'q. Ano Noxonda ham shunaqa edi. Strukturani ichida ishlab tashlayveradi. Tepaga selga misol 4 soatlikda bay ketyaptimi? Misol uchun bay ochadi. Misol uchun mana tarazor o'tib bor. Misol uchun kichkina time frame 15 minut 15 misol 4 soatlikda bayga o'zi asosiy katta trend bay ketyaptimi? 15 ta qaytishni boshladi, korreksiyasi. Bu to'g'ri mana tushib kelmaydi-ku. Misol uchun tushadi, qaytadi. Mana tushayotganda ham order blok imbalansi bor. O'shandan olib yana reaksiya olib pastga tushadi, qatgacha faqat katta time frame'da order blokigacha kutib oladi. Shuni samakmadi endi. Smart Money tepaga endi realni ishlayotganini ko'rmadim-ku. Noxonda ham anaqada mana simulyatorda o'tirib olib, shu YouTube'da videolar bor. Tepaga mana bu yerdan bay olamiz, mana bu yerdan sel, tepaga ham pastga ochib tashaveradi. Smart Money zo'r, uni ham bilib olsa, prosta zo'rda, stoplari ham kichkina, tek katta 1 ga 5, 1 ga 6, 1 ga 10 o'sha bo'lsa. Shunday. Endi anoniki, Muslimniki prosta tavakkalda anaqani topdi. Misol uchun mana bu yerdan o'syapti, yana shunga adashdi. Misol uchun mana bu yerdan o'sdi deydi, mana bu yerga oldi. To'g'rimi? Mana bu korreksiyaga, mana bu yo'q hali yarmi deydi. 0 zonaga keldimi? Reaksiya oldimi? Mana shu yerdan bosib kirib olsa ham tavakkalda o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa pastga tushib ketsa tushib ketdi. Nol zonadan bitta qaytdi. Switchni yo'qolsa, olsa mana bundan kirsa. Switchno'da qanaqa bo'ldi? Mana bundan tortyapti. Garantiyaga borib beryapti. Taqillab. Anani Xorazmlik Kolya degan bola bor, mana Z trader, keyin Asia trader. Ana shu bolalar shu blokdan blokka ishlaydi, order blok mana Abdulla aytyaptilar-ku. Smart Money ham hammasini aralashtirib ishlaydi. Zo'r, haqiqatan ham 1 minutlikda ham 5 minutlikda ham zo'r analiz qilishadi lekin shular. Order bloklar bilan ishlashadi. Yangiliklarga ham aytib boradi, zo'r lekin Telegramga ulab olsa ham analizlarni bepul analizlar tashlaydi. Live'ga savdo qilib hammaga aniq qo'yadi, yordam beradi. Keyin prop shotlarga ham anons qilishadi, nima deydi?
Propshotlarga ham skidka bilan olsa bo'ladi, o'shalarga qo'shilib. Hmm. 25%, 50% propshotlarni ham nima qiladi. Skidka kodlarini berishadi. Zo'r analiz qilishadi lekin. Noxonni ham Shu zon ko'rish kerak. qaysini? Noxonni. Nokson nima? Juda chuqurlashtirib yuborganda, lekin zo'r Ha, o'rgatadi. o'ja bosh og'rib borgan. Yo'q, Juda chuqurlashib ketganda. Qiyin Boshida o'tirdim, boshida ko'rib o'tirdimda, shu smartga rosa qiziqardimda. O'sha bolani videosini ko'rgandan keyin ensam qotib ketdi. Vash chuqurlashib borgan. Indismentni yechdi deyaveradi. Indisment qaysi Ha. ekan? Inducement nimaku birinchi maksimumni o'sha yechgan bo'lsa, minim misol uchun Mana qarang, mana. deylik. Mana tushib yotdi. Ana shu Qaytdim maksimum. Ha. Mana oxirgi inducement mana bu hisoblanadi. Ha. Buni yechmaguncha mana minimum tasdiq olmaydi. Inducement yechgandan keyin inducement yechgandan keyin mana shuni minimum oxirgi minimum inducement deb turadi. O'sha Bunday. Kuchli maksimum, kuchsiz minimum, ana shunday anolar ko'p men o'qiganman uni. Video anolarni ko'rdim. boshlashni to'g'ri. YouTube'dagilarni. Boshlashni to'g'ri. Foydali bo'lsa zo'rda, men qiziqaman. Ikir-chikiri borli narsa bo'lsa, toshni bo'ladi-da. Unga o'qish kerak. Keyin Discord'i bor uni. Discord'iga analiz tashlaydi $100lik. O'shanga Men bu Toshkentda bitta anaqa qildi. Bu yig'ilish qiluvdi, boruvdim. Dubayga ketishidan oldin. Keyin Discord'iga qo'shib qo'ydi. O'tdi bolalar men bir oy shu VIP anaqasiga qo'shdi. Endi qaramadim, payt ishlamasdim men anaqada. Kiriktirib yurardim. Qarayman, hozir ham bor Discord'da. Hozir ham bormi? O'sha VIP emasda, umumiy anaqasi bor, signallar tashab turadi. Hozir kirib ko'rsataymi hozir bir minut. VIP zo'r ekan lekin. Pulli. Hozir bir minut. Hozir nima ko'ryapsizlar-da? Shu pattern ko'rinib turibdi, shu support resistance. Grafik. O'sha bo'lgan ekan do'st. Ko'ryaptim? Ha. O. Mana 90lik. Nima deyapti? Tak, yengilliklar. Shu YouTube qo'yayotgan videolarni qo'yib turadi. Qoidalar, quyi analizlar mana bu yerda. Darsliklar ham bormi? Mana haftalik analizlar. Darsliklaricha mana shu YouTube videolarda anaqasida pullisida bor lekin. Mana shu YouTube videolarda ham ancha narsa gapirgan. Mingta narsa bor. Umumiy chat. O'tiradi bolalar nima gap, nima bo'ldi. Analizlarni tashlaydi. Video mana oxirgisi. Boshlash to'g'ri deb mana bular zo'rishgan. Liquid keldi. Mana tepadan selga o'tdi, pastdan bayga o'tdi, mana shunaqada. Shunday. Mana shunisi mazada. Ham tepadan, ham pastdan. Har bitta joydan ishlasangiz. Pastdan tepaga, tepadan pastga. Order block.
imbalance, order block, buy side liquid, to'chqo'llar liquid zona. Endi kutyaptim hamdan kelib. Liquidni olmabdi. Ketadi. Buni kursi nechi pul ekan shuni? Buni короче $1000 kursi bor edi. Onlayni 500 midi? Qanchadir dedi-da, menga individualniy o'qitasan mani desam 1900. Toshkent Cityda ofisimiz dedi, keling. 1900 mi shunaqa dedi o'sha paytda. Unda vaqtim bo'lmadi demak. 1900 ga ana individualniy birga bir o'tirib o'rgataman dedi o'shanda. Keyin bir shu yig'ilishdi. Baribir o'zi bilgan narsalarni o'rgatadi-da. Keyin bir shu payt boshqa vaqtim ham yo'q edi. Boshimni achdi, o'z kallaga kirmas shu payt. Keyin bir yig'ilganda bordi. Yunusobodda aniq qildi. 30 ta 40 ta odam bordi. Robotlarni reklama qildi. Shu robotga qiziqdim-da, men robotni anaqadan o'ta ikki xil roboti bor ekan. Real shotda ishlaydigan, keyin prop shotda ishlaydigan. 100 millik bitta prop shotda primoy o'sha ekranga uladida katta anaqaga. 100 millik prop shotda bir necha bir 20 minutda короче 112 ming qilib qo'ydi-da. 12% o'tib qo'ygan. O'tdi dedi. Bo'ldi. Keyin men bu realga ulasa o'laydim buni desam bo'lmaydi dedi. Anonisi realga anaqa qiladiganni, yo'q, prop shotdan o'tadiganni sotmaymiz dedi. Real shotnikini sotaman dedim. Shunaqa. $1000 mi shunaqa payt, shunaqa deyapti. Keyin bu Dubayga ketib qoldi. Shu bilan keyin gaplashmadim ular bilan. Lekin zo'rda smart money baribir. Men Muslimda yomon bir ko'nglim qoldi. Bu shunday narsalarni o'rgatadi deb turdim. Sabr qiling, qani hali oxirigacha boraylikchi. Yana biror narsa qolamiz. Yo'q, men oxirini ham so'rab nima qildim o'qiganlardan. Oxirini so'rab nima qildim? Oxirida hech qanaqa nima o'rgatmaydi dedi. O'sha o'zimiz bilgan shu oddiy strategiyalar dedi. Oxirida qancha depozitga qancha lot ochishni o'rgatadi dedi. Bo'ldi, boshqa hech narsa o'rgatmaydi. Shunaqa dedi. O'qib chiqqan o'sha nimalarni gaplashdim dedim-ku. Mana surishtirib Pul yo'q deyapti. ABCD'sidan ko'ra mana amali menimcha foydaliroq bor-ku. Smart money. Gruppaga tashladim. Hozir. Breaker block, support resistance, head and shoulders. Fix block preview. Ya men tegidi BBMni bo'yicha anaqa bu. Mana men anaqa qilib BBMni o'tganda tushuntirib. Hozir yana bitta kitob bor edi, hozir tashlab beraman. Tak. Qaysi ekan hozir? Promo kod degan ekanda, promo kodni sotayotganmi deyman-da. Kim? Rayhon opa tayyorlarlar-ku. Noxon Fix'dan nimasini. Bitta screenshot tayyorlarlar. Black Friday degan. Prop shot sotib olib, imtihonidan o'tsanglar, plus yana bitta xuddi shunday shot qo'shib beradigan promo kod. Bitta o'q, plus ikkita quyon.
foydalanib qolish tavsiya beraman vaqti chegaralanganiga. Nokson fix istoriyasi bo'lgan. O'sha promokodda nimasini ustini chizib qo'ygan. Mana hozir bitta kitob tashlaymanda, qaranglar. BBM bo'yicha bu faqat. BBM bo'yicha BBM bilan kelgan ana ssenariy deydi-ku. Esinarmi? Esinar. O'shani solishtirish. Esinar bilan birga ikkalasini olib ketishdi. Mana shunda ana qiling, ochib ko'ringlar. Full margin trader. Hozir men Muslimdan keyin mana shu BBMga kuch beraman nima hozir. Mana shunga tayyorgarlik hozir men bu kurs anaqasiga qo'shib qo'yaman Malayziyaliklarniki. Ana buni tashlab berdim-ku senga Abdulla ishlayotganlar. 20 ming bilan 200 ming lafta jo'yam. Ha, tashladingiz. Kasmidan suv qo'yib. Mana shuni ham kitob o'sha gruppasida silkala tashlab beryapti. Mana shunaqa kitoblari bor ekan. Mana men bilan hozir tepa tashlaganlarim. O'sha ham bir ko'rish kerak. Mana bunda hozir esnardi. Mana anaqani hozir ABCD deyapti-yu. E'sida o'xshab qoladi, B'sida unaqa bo'lmaydi. Undan ko'ra mana esnar yaxshi-da, konkret urillarda nima bo'lishini ko'rsatadi. Shunday. Bizdagi Bollinger Band bilan esnarning kombinatsiyasi zo'r ishlar ekan. O'zicha nima desam, hammani o'zini bir pozitsiyasi bor-da, o'ziga yoqqan tomoni bor. Misol BBMga shunday bir murakkab narsa, BBM u narsa qanday murakkab bo'lsa ham sizga yoqadi, misol. Smart money ozodda. Sizga shunday tuyuladi-da, lekin men uchun BBM juda qiyin narsa-da. Lekin smart money desa, qancha murakkab bo'lsa ham shu o'rganishni xohlayveraman-da. Qancha ma'lumot olsam, shuncha nima deydi, xursand bo'lib ketaveraman. Bemalol olgandan yana olgim kelaveradi ma'lumotlarni. Murakkab bo'lsa ham kirib. Xuddi o'shanday narsa Muslim ham unday u qanday desam, unday murakkablashtirmaganda spokойно o'zimga misol 10 tadan bittasi o'xshasa ham 20 tasini foydasini olib chiqdi deb oddiygina qilishlar. Shunaqa. Keyin men o'ylab qoldim, hammani o'zini bir taktik nimasi bor, strategiyasi o'sha bo'yicha ishlaydi. Atak mana shu ikki tomonlama olib ketsa, har birimiz o'zimiz yo'nalishimizni topib ketsa, nimada ishlashdir zo'rda. Men Muslimdan kutgan narsam smart moneydan ham bir kuchliroq, to'shni qayerdan qayergacha borish narsani o'rgatadi deb o'ylagandim-da. Kirish va chiqish tochkasi deganki, men o'sha tochka degani ham juda ham qattiq qiziqqandim. Kirish endi o'rgatmayapti desa ham noto'g'ri-da, o'rgatyapti. O'rgatdi-ku. Endi men kutgan darajadagi bir kuchli ma'lumot emas-da. O'rgatmayapti desa ham noto'g'ri, lekin o'rgatayotgan narsalari o'sha narsani to'g'ri topsa 100% ishlayapti. Shunday. Endi 100% emas u, mayli bir 70-80% ishlayapti. Lekin misol uchun ana hozir strategiya topding-ku, o'zing o'ylab, misol uchun order blokdan 10 punkt, to'g'rimi? Xuddi uniki ham shunaqa Fibonacci'ni bir zonadan 1618 gacha garant deyapti-ku, bo'ldi. Garantga boryapti. Mana senda ham 10 punkt yurib beryapti-ku. Unda ham shu garantiyaga 100% boryapti. Shunday. O'sha garantiya boryapti. Bo'ldi, o'sha narsani bilib olgan. O'sha switchni analiz qilyapti yoki o'sha pattern qilyapti yoki o'sha razворотный model yasaganda trendlilarni yorganda o'sha neckline o'sha oxirgi maksimumga misol uchun bitta liniya tortib olib turib yordi kiryapti. Faqat qaytganida Fibonacci tortib qaytganda 05-06-18 larda bosib tashlayapti shu anaqa. O'zi razgon qiladigan o'sha switchnoyda ham o'sha
soglashение qilgandan keyin bir zonada majburiy kirish bo'lsa, shu qaytib 0605 0618 zonada u razgon to'sh ketdi. O'sha joyi bosadigan joy kirib. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa o'xshamadi. O'xshasa maza. Haqiqatdan ham. Endi uni misol uchun ertaga kurs tugagandan keyin o'rgatmadi, anu kun jahli chiqib gapirdi, kirib birinchi qaysidir darsida. Kimdir u misol uchun uni yomonlash ham noto'g'ri narsa deb, misol uchun o'rgatdi. Yomonlash ham noto'g'ri, ha, to'g'ri. Yo'q, prosta men yomonlamoqchi emasman. Nima deyman? Men kutgan natijadagi narsalarni boshqa narsa, yengillik qanaqadir bilmagan narsamizni o'rganamiz deb o'ylaysan-da. Ha, shunday, ha. Shunaqa deb o'yladim-da. Shunaqa. Lekin u $1000 narsa emas haqiqatda. Haqiqatdan ham-da shu. Buni bitta anaqasi, men o'zi hamma kursdan bitta olinadigan narsasi bo'ladi-da o'zi. Ha. Bundan men bilgan narsam shu razgonda shotini 10 taga bo'lib olib, 10 tadan ikkitasi o'xshasa ham foydada chiqib ketish. Shu men buni kursidan olgan narsam shu. Qolganlarni bilmadim, nima oldi o'rgandim. Misol uchun undan oldin arashibda nima o'rgangandi, kriptovalyuta, shu Binance o'rgandi. Undan oldingisida endi aksiyalar bor, albatta keyin VSA bor, volume spread, ob'yomlar bilan ishlaydigan, bu ham bir o'ziga shu ham qiyin. Qanaqa hammasini o'zidan hamma kursdan bitta nimadir olinadi, yengillik. Bunda men misol uchun muslimda misol uchun Fibonacci o'zim ishlatmasdim. Men Fibonacci'ni o'rgandim deyli, o'zi Fibonacci YouTube'da qirilyapti-ku. Ha, bu YouTube'da. O'sha narsani misol uchun olmasa, bundan olganman, kursdan olgan narsam shu faqat razgon qilib ishlar ekan o'zi ham shunaqa pulni $3,500 bilan hozir $22 million puli bor. Shu bola. Ha. 22 million. 3,5 mingdan olib chiqqanman dedi. 3,5 mingdan endi o'zi kalkulyatsiya qilgan taqdirda, misol uchun $3,500 deydi. $3,000 misol uchun 300 dan emas, bir $150 dan razgon qilganda ham 20 ta shotdan 5 tasida to'g'ri topadimi? Ha, 5 tasida to'g'ri topadim. Yaxshilab misol uchun bir 4 ta tasdiq, 5 ta tasdiq urovень Fibonacci balobatdan qilganda ham 5 ta emas u. Misol uchun 20 ta shotdan 7 ta 8 ta topadi deb bo'lmadi deganda. Ha. 5 tasini topganda ham misol uchun $150 dan kirgan marjasini 10 barobar olib chiqib ketadi-da. Ana, o'zinglar o'ylaydi. Misol uchun $2,000 $22,000 $23,000 qilyapti. Bir $1,000 shotlar bilan 5,000 10,000 chiqib 10 barobar qilyapti-da. 10 barobar qilyapti. $150 dan misol uchun 10 barobar 1,5 mingmi? 1,5 mingdan 5 tasi 7,5 ming pul bo'lyapti. 3,000 puldan 7,000 7,5 ming pul chiqib ketadi. Endi 7,000 7,5 ming pulni nima qiladi? 7,000 ni misol uchun уже bir $300 shotdan kiradi, to'g'rimi? Bir 20 ta shot qo'ysan, 20 ta shu $300 dan уже necha pul? 3,000 dan уже 5 pulini двойной ko'payib ketyapti. Agar misol uchun 20 ta shotdan 10 tasi o'xshab qolsa, baxt kelib, omad kelib, уже marvarni pul ko'tarib, osonda pulni ko'tarib olish. Shunday. Endi nima qilamiz? Ma'lum, kursni tugatamiz. Yo'q, Endi faqat derslari hozir masalan kecha o'sha 2,5 mingga 28 mingmi qildi. Bu bitta deb bo'lmadi u narsa. Bir kunda bir 5-6 ta nima analiz qilganmiz, hammasi o'xshab berdi. Hammasi ketma-ketiga o'xshab berdi uni. Har kuni men o'zimni oldimda, o'zida bilan birga o'tirib, ikkita shotida o'xshamadi. Tillada ham, anaqada ham. Tillaga kirdi, sel oldi, bayba o'tib ketdi. Yana nima qaysidir paraga kirdi. Unda ham bay oluvdi, pastga tushib ketdi. Euro JPY mana qaysi bo'ldi. Mana shunaqa o'ringa keldi, 5 minutlikda qarab o'tirdi, W ga o'xshab turdi-da, ochdi, 10 lot bilan ochdi. 10 lotdan 2-3 ta ochdi, keyin 1 lotlar bilan ochdi yana. Bu riskovanniy joyda o'zi yorib chiqishini kutishim kerak edi-da, Niklaynni o'shani.
W desagan bo'lsa tepasini yorish kerak, razворот bo'lishi kerak, maksimum yengilash kerakda. Hozir anaqa riskovanniy kiraman dedi. Endi uchrog'idan ushlab oladigan maqsadda pasrog'idan. Tirsiz ochdi, bakavik yurdi ancha bir soat yurdimi, qanchadir yurdi, oxiri baribir pastga oqib ketdi. O'xshamadi-da. Haqiqatdan ham. O'sha aytyapman, endi bas kurs tugagandan keyin ham misol uchun shu gruppada analiz qilib, misol uchun mana trendlikni, mana balobatlar, mana Fibonacci 050608 kelyapti, mana urin bor. Gruppaga hammamiz analiz qilib tashab, shunaqa bir-birimiz bilan aniq turish kerak. Mana shu zo'rda asosiysi birga ishlasa institutdan вообще katta yutug'i. Bir kishi analiz taylasa ham 10 kishi o'shani ko'radi, tekshiradi. Qayerda nimasi bor, nima yo'q. Misol bitta parada analiz qilib bo'lsa 3-4 kishi men bu yerdan bunaqa tasdiq topdim, bu yerda bunaqa tasdiq bor, bu yerda qaytishi bor deb o'sha o'zi ko'rmagan joylarini bir-biriga aytadi-da, ko'radi. Komanda bo'lgan yaxshi-da baribir, komanda zo'r. Aynan Muslim strategiyasi bo'yicha. Muslimnikida-da. Kimdir switchni topadimi to'g'ri, kimdir Fibonacci o'rinlari. Switchnoy ham qayerda topiladi? O'sha Muslim o'rgatgandek Urvillarda-da, keyin yo'q, shu order blok kelganda anaqalar topiladi-da. Muslim ham o'zi yomon narsa o'rgatmadi, o'rgatdi. Oddiy klassik narsalar-yu, lekin o'sha narsani to'g'ri ko'ra bilsa, ishlab ketadi-da. O'sha boshida aytgandek texnikani o'rgatdi-da, strategiya o'rgatmadi, texnika. Lekin mana kechaganda tallada lekin mana bitta order blokda yomon ishlab ketdi. Ha, 1 soatlikda. Ha. Uchidan. Bu juda yomon ishlar. Именно shu joyga M5 yo boshqa tayanchilarni o'tib qarasangiz, o'sha joydan ham bitta order blok bilan o'sha order blokdan o'tib ketgan bo'ladi. Yetim switch qoldirganmi yo? Bu yerda misol uchun mana M5 da o'sha yerga kelsa, anaqa bo'ladi-da, Muslim manaqasi, imенно o'sha momentda misol uchun o'tirsa mana W bot. 1 2 3 yordi. Mana bu yerga decline chiziladi. Qaranglar, mana shu yerda ham o'zi nechta tasdiq bor. Trendlikni Anunda kamera o'chirilgan turibdi aka. Ko'rinmayapti bizga. nima ko'rinmayapti? Ekran. Yo'q, ekran menda ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Bizda yo'q, o'chdi hozir qayta. Qolganlarda ko'rinyaptimi? Ha, menda ko'rinyapti. Endi chiqdi. Qarayman, 1 soatlikda order blok kelganini ko'rsatyapman. U uchida mana bu order blok u uchida kirgan. Endi 5 minutlik olib qarasa o'sha joyga. Besh minutlikda trendlikni chizib tushyapti, 5 minutlik. Keldi W bot, to'g'rimi? Mana bu tepasiga decline chizadi mana bunisiga. Shunday. Decline'ni yorgan switch mana bu. Muslim strategiyasi bo'yicha Fibonacci'ni tortib, minimumga tortamiz. Mana bundan kirish zona boshlandi. Mana bu razgon joylari. Bitta razgon qilmasdan kirgan taqdirda bitta botda decline'ga testida ikkinchisi 0.5 bilan o'z 0.8 bitta joyga kelib qoldi. Bunda bitta kirish, ikkinchi kirish, 3ta kirildi. Ketdi shu bilan o'yisini keldi.
Hammasini o'qigan. Hmm, Shunaqa shu olsa bormi? Razgonda shu olsa bormi shuni? haqiqatdan. Juda bir katta narsa-da. Razgonda shu olsa bormi? Haligidagi bir lotlar bilan kirsa. So'lar anaqa necha bo'lib ketadi? Hozir Ashka tushadi. 3600 ekan. 3600 bo'lsa 360 nimada punkt. Bir lotlar bilan bo'lsa qancha bo'ladi? Hop, bir lot bilan bo'lsa, bir lotda 3600 bo'ladi. Har bir 3600 bo'ladi. 001 dan bo'lsa-chi? 001 dan bo'lsa 360 bo'ladi. Yo'q, 36 bo'ladi. 001 danmi? 36 dollar. 30 ta 40 ta ochsa yaxshi bo'lib ketsa kerak. 001 danmi? 10 ta ochsa 0 bo'ladi. 360 dollar bo'ladi. 20-30 dollarlik shotlar bilan. Misol o'sha nimasiga qarab, stop lossga qanchaliga qarab, bitta o'lchab nima qilsa, razgonga qo'yib yuborsa, Endi nima qilish kerak ekan? Fibonacci'ni nima qildingiz-ku? Tortdingiz-ku boyagi joydan. Ana shu Fibonacci'ni 1 dan 0 gacha necha punktligini ayting-da. O'sha nimasiga qarab hisobini aytaman. 1 dan 0 gacha Ha, 676. 676 bo'lsa 67 punkt ekanda. 67 punkt bo'lsa 20 dollar uchun 20 dollar uchun qancha bo'lsa? Ovqat yedim. 003 нормальныйda. Qancha shotga? O'sha nima 20 dollar nimalar? 25 dollarlik. Voy 003 bilan olsa shu 1000-2000 bo'lib ketib qoladi-ku foyda. Qancha? 1000-2000 dollar bo'lib ketib qoladi-ku deyman. Yo, men hozir nimani hisobini oldim-da, stop lossini qanchacha 0 gacha ushlasa bo'ladi deb. 003 stop lossgacha bemalol ushlasa bo'ladi-da. Uni ayog'i 003 bilan hozir hisoblasa, unday ko'p pul bo'lmaydi. 120 dollar bo'ladi. Hamma qanaqasi razgonda u 20 dollar ushlab o'tirmaydi-ku bular. Yo, mana shu 1 0 gacha 003 lot shotni 0 gacha ushlab beradi-da. Hop. Men bitta kirdim. Uchta men bitta ikkita kirdimmi? Uchta kirdimmi? Bu razgonda mana foydaga kirishni boshladim, bosaveradi. Taqillatib u pul qo'shilaveradi, u yana tiqib tashlayveradi qo'shilganini. Bosib tashlayveradi-da shunisi. Taqillatib misolcha mana misolcha 20 dollar bilan kirdim, menga chiqimchi 20 dollar bo'ldimi? Misolcha 40 dollarmi? Uni dash 40 dollarlik tiqib tashlayveradi anaqasi ham. Endi bunaqa yurib ketishini bilmaydi-ku. Bu mametlarda chiqib ketib bo'ladi u. Bunaqa ko'p 20-30 ta kirganda уже men 1618 o'zida olib boradi-ku bu odam shaytonlar. Shunday. Tim bolli nimadan 1618 zonadan rak olib pastga tushgan ekan-ku. O'zi taylasa kerak. Mana shu bir soatlik ketyaptimi? Mana shu order bloklarni chizib ketirish kerak ekan grafikda. Mana bu yetim svechalar belgilab qo'yish kerak-da. Kelib qolsa 5 minutda o'sha yerda
xuddi hozirgi holatga o'xshab ham yasaganku 5 minutliga olib razvorotini kutib bosish kerak. Order Ana, block nima bilan bo'ldi? hisoblanadi. Hozir. Ozgina yetmaydi. Hop, 5 minut deydi, nima bo'lgan ekan? Yetmaydi ekan. Yemayapti. Voy, men bitta bay oldim. Yorib ketib qoldim. $25 shot bor edi. Men bittalar keldimi? Qanaqa qildi va o'taman. Kutdim bu ketarmikin dedim, yo'q, bab. Uyga kelib grafikka qaramadim-da, $25 realniy shot edi. O'xshasa o'xshadi, o'xshamasa quliydi dedim, yo'q, men bitta yorib tushib ketdi bab. Yaxshi ushlab turdi ham bu uyga. Endi qaytib chiqyapti. O'zi bayga ketaman deb turdi, keyin tushib ketdi. O'tolmay turdi ancha. Bu bay ketsa kerak dedim. Ochuvdim rosa bir $25 nechta bir 10 ta ochdimmi? Shiqillatdi, qolganda ushlab turdim. Shunday. Nega order blokdan chizib qo'ygandim, order bloklardan ikkitasi o'xshamadi, lekin 5 ta 6 tasi o'xshar o'sha joyda o'zi. Kuzatib o'qiganimda 10 punkt o'sha garantiya exploit urib chiqib ketdi. Keyin men ham qaramay qo'ydim. Mana order blok bor. O'sha nima urib bo'lgan. Oldin ham bitta pasta bor ekan, u imbalansdan qaytib ketgan. Keldi ABC, короче, ABCDC mediansi. Bu mediansi degan xullas. Qarash shart emas ekanda. Men uni ham boshim ortmadan unda ko'rdim, ensam qotdi. Demak, video qilamiz hop shuni dedim. Kelajakda. Lekin o'zi ham topib bera olmadi. Qani topinglar ABCDni dedi. Skilab o'tirdi. Men sizlarga ishlaydigan holatini bilasizlar o'zi deyapti. Ko'p 100% else ishlaydi. Uni bilamiz. Trend tushayotgan bo'lsa, misol uchun tushdi, qaytib o'sha anaqaga qarshilik zonaga kelib ketadi-ku, yana tegib biroq ko'p klassik o'zi. Hani BCD'larni ko'ringlar dedi. Men sizlarga ishlamaydigan holatni ko'rsataman-da. O'zi ishlamaydigan holat ko'p-ku, men uruv chizadi, tepaga chiqib ketadi, yorib bu yoqqa o'tib ketadi. Biroq holatlarni bilinglar degan. Va bo'pti. Prosta bu nimani muslimni kursidan olgan narsam nima bo'ldi? Kung Fu Panda bo'lki, hamma narsani nima qilib trenirovka qilib, polni urgani o'sha ajdarho janchisi bo'lish nomani oladi-ku, bilasizmi? Chidish o'zini ko'raryapti. Xuddi shunday narsa bo'ldi-da. Sirli narsa kutganimda, juda kuchli narsa kutgandim. Qarasa eshitdimmi yo'q. Hammasi o'zim bilgan. Fibonacci to'g'ri tortishni o'rgandim. Switchni analiz bilan. Switchni analiz bilan. Men o'rganmadim emas, o'rgandim. O'rgandi, shunday o'rgandi. Yomon emas, yaxshi. Men eng katta o'sha olgan foydam nima bo'ldi? Sirli masalliqda o'zi yo'q degan narsa bo'ldi-da. O'sha men kutgan narsa masda bozor mohiyati shunaqa oddiy, soddaligini oxiri bir tushundimda, tan oldim. Nima
kimdir aytsa ham 90% trader bo'lolmaydi odam, trader bo'lolmaydi. Bunday desa, bo'lmagan gap deychidimda. O'zini baribir sirli nimasi bor, toshgan narsasi bor. O'sha narsa bilan ishlaydi. Uni o'rgangan odam, любой odam ishlab keta oladi deb yuraverishidimda. Ana ularni razgonlarini ko'rishdim. Tashlayman-ku, $5 500 600 qilib tashlay yurayotgan joyini o'zidan. Xuddi shunday toshga vxodlari bor deb o'ylashidim. Qarasangiz, Mana tushuntirgan-ku, bor ekan-ku. Ha? Bor ekan-ku, tushuntirgan-ku. Demak, ko'p kishi mana switchni analiz bilan kirishdan o'qimaydi lekin. Ha, switchni analizda menga ham yoqqan joyi shu bo'ldi. Birinchi dars switchni analiz. Lekin qolgan hamma narsani siz ham men ham bilamiz-da, shunga aytaman. Ya, zo'r gap-ku. Qo'llamaganmizda endi qo'llaymiz shunday Ha, qilib. qo'llamaganmiz, ha. Bu bizga o'sha texnikani o'rgatdi-da. Yaxshi bo'ladi, xohlasa nasib. Shunday nasib. Уже garantik prof ko'rdimmi nima bo'ladi? Qatta nima bo'pti? Ha, siz hozir chizgansiz yo kichkina time frame o'tdingizmi? Grammatlik-ku. Bozor Amerika yo'q bo'ldi, o'shaning uchun mana bunaqa g'alati yuribdi, ko'rasizlar. Ha. Mana yetim sveja bor-ku. O'shani ham o'zi anaqada nimadir deylar ekan, bu ham oti bor ekan bir bola. Kecha qaysidir kitobda ko'rdim shuni. Voy gruppaga tashlaganimda. Yo'q. Mana bor. Mana shuni topib tashlab qo'yaman sizga. Bitta ko'rdim o'sha kitobda. Mabodo anaqa jurnal tutaman deganlar. Nimadi bu? Ano, kirayotgan, chiqayotganda hech bir foyda qildi. Pulli kurs to'ldirsa mabodo kimdir. Qayerda kiryapti, qancha lot bilan kiryapti, hech bir pul bilan kiryapti, hech bir foyda qildi, depozit ko'tarilib boradi. Jurnal. Ha, ochib ko'raman. Odamni kitobini topolmayman hozir gruppada. Ko'p narsa tashlaganda anaqasi hozir.
Topolmadim. Topsam tashlab qo'yaman shuni. Shunaqa modellarni ko'rsatganda, ko'yam modelli, har xil modellar yozilganda o'tdi. Tak, $100 bilan $200 $001 da 5 ta 10 ta kirish kerak ekan full marja kirayotganda. $200 bilan $300. 5 ta 10 ta? 5 dan 10 tagacha kirish kerak ekan. Mana anaqada 001 da. Ha, 001 da. Ya standart akkaunt ekan bu anaqada. Just Forex standartida, ano prosida mancha ko'proq kiraveradi. Yo, Pro'da ham xuddi o'shancha pullik javob bergan. 200 dan 300 gacha 002. Tak. Qaysi shu Muslim o'rgatganmi yo boshqa? Ya, men full marja kanalda. Ha, kitobda. BBMda. Anaqa narsalarni tashlab o'tiribdi. Qisqilib kelib. Ani kuni mashta xuddi mana shunaqa anaqa bo'ldi 5 minutlikda tillada tushayotganda. $4 bilan mashta $40 pul bo'ldi shu yerdan ochganda. Tami to'rtada $10 dan ishlandi 001 dan ochganda. Buni malayziya tilida yozganmi? Ha, malayziyalik. Ingliz tilida yozishyapti. Yo, bu ingliz tili emas ekan. Bu boshqa. Malayziyalik ham malay tili. Telegramda o'zini anaqasi bor, sirasi shu chatimda ustiga bossa yozgan tarjima qilib beradi. Любой tilda tarjima qilib tashirgan. Malayziyani, rus tiliga ham, ingliz tiliga ham, любой tilga tarjima qilib bersa bo'ladi. Shunaqa tarjima qilib beradi. Tushunmaganimda bosaman, nima deyapti buni deyman. Amalda o'tirmaydi ular. Ha, yaxshi. Mana bu grafikda hozir ko'rinib turgan yetim svechadan bitta kichkinagina yetim svecha bor ekan. O'shandan reaksiya olib ketganmi deb yomon tushgan ekan. Mana tilida hozir ko'rsataman. Tilida hozir. Kechagina shunaqa bo'ldi. Mana ekranni ko'ryaptimi sizlarda? Ha, ko'rinib. Leşmetliyle katta okta. Bulun gene. Mana mashta bo'ldi. Mashta o'shanga o'xshagan holat mana yemasi ham shu yerda. Men moving average 50 si bor, mana o'rtasi shu yerda. Hammasi qisqarib qo'yindi, bakrik bo'lib, mana mampdan boshlangan. Mamplardan boshlandi. Shunga o'xshagan holat siqilib turib, bitta o'qtida. Rasmdagi o'xshagan holat. Bitta o'qib tushib ketgan normal.
Namasida o'shanga o'xshayapti yaniga. O'zi 4 soat mana bunaqasida BBMda xuddi o'sha narsa bo'ldi. Mana bu o'zini strukturasida ekstrem bo'lgan. Mana bu moving average 5 bor-ku mana bu tepadagi hayniki. BBMni tepasi Bollinger Band tepasidan chiqib ketganda ekstrem bo'lar ekanda. Ekstrem deyiladi. Impuls bilan chiqdi. Mana bu moving average ham Bollinger Band ustiga chiqib ketib qoladi. Bu qaytib bu botdan tepa vajib degani mana pastki moving average'ga kelishi. Hatto kelgan. Bundan keyin yana dashi impuls bilan ketish kerak. Impuls bilan ketmasa bu MVH deydi. Ob'yom yo'qoldi deyiladi. Bu mana bu ketmasdan mashina tepasida mana bo'lib qolsa bu уже ob'yom yo'qoldi deyiladi. Undan keyin shu 5 minutlik, 15 minutlik, 1 soatlik olsa 1 soatlik anaqa narsa bo'ladi. Emga o'xshagan narsa bo'ladi. Razorotniy anaqa pattern. Mashtada mana tepalaridan уже sel oladigan paytda kirib tushadi. Mana reentry degan joylari yana. Xullas buni ham o'rgansiz zo'r joyiga kirsa. Shunday. Hammasini o'zi birlashtirib urish kerak-da. Bilgan. Misol uchun oddiy Bollinger Band o'chirib olib o'zidan anaqada olsa ham analiz qilib turib nima bo'lyapti? Misol uchun qaytyapti, order blok chizib, balobatdan mana kiramiz selga deb kutib, plus mana buni ham qo'shib chiqdi ekstrem bo'ldi, mendan qaytmoqchi deb. Tasdiq olish shunday bo'lyapti. Shunday. Endi hozir nima bo'lyapti tilla endi mana shu mashda yurib, men trend liniyaga kelib, mana shu uylardan bitta reaksiya oladi deb mana shu tepaga. Agar yorib o'tsa pastga trend liniyaga kelyapti hozir bu. Bugun bozor bo'lmaganiga shunlanjashib qoldim. Bunaqasiga ham trend liniya tortib chiqamiz. Ashga kelib 5 minutlikda yorsa o'zi bunday tepa 1 past 0 dan niqsa 0.5 dan reaksiya olib pastga tushib ketyapti-da. Hamdami? Hamda ham o'zi 0.5 kelgan. Hamda tortsam. Shunday. Bu uchburchak yasagan ekan, bunday qarasangiz. Chiqolmayapti-da hozir mana shundan endi dushanbaga ertaga ham ancha bilmayman nima bo'ladi. Harakatga yurib ketadi tepaga. Hozir Fibonacci'chi nechiga nima bo'lsa shunaqa gaplar. Yaxshi. Ertaga menimcha yangi dars yetim svecha yoki Quen pattern bo'ladi. Bu o'sha zapsda eshitib qolgandim. Yetim svechani qayergacha borishini biladi treyderlar deydi. O'sha narsani ham o'rgatsa kerak-da. Yetim svechani bilmadim. O'zi shunaqa degan ekan. O'sha zapsda shunaqa degan-da. Balkim mavzu nimalardir deb qayergacha borishini biladi treyderlar deb gapiradi. O'shani o'rgatsa kerak endi. Yetim svecha o'zi drop based dropmi degan narsalar bor-ku, rally based rallymi bir balo degan bor-ku.
Ha, ha. Shu narsa ekan o'zi kichkina time frame bo'lsa shunaqa bo'lgan bo'lar ekan o'tda. Shunday. Mayli bo'lmasa ertaga Mayli, xudo xohlasa kechga yana ertaga diktofonni aniq qilaman telefonimda yozaman endi sekin. Rahmat, yaxshi dam olinglar. Mayli, Sog' bo'linglar. Charchamanglar, yaxshi dam olinglar.